Endi xalqimiz hayotida katta burilishlar yasayotgan yana bir katta siyosat haqida. Ya'ni bugun yurtimizda shunday tizim shakllandiki, hech bir inson, hech bir xonadon davlatning, yana ham aniqrog'i davlat rahbarining e'tiboridan chetda emas. O'zbekiston yetakchisi aytgan inson qadri uchun degan so'zning asl ma'nosi ham aslida mana shu: odamlarning dardi bilan yashash, ularga chin dildan suyanch bo'lishdir. Ochiqni aytish kerak, tariximizda hech qachon bunaqasi bo'lmagan. Odamlar og'ir xastalikka chalingan yaqinlarini davolatish dardida yillab idoralar eshigida sarson bo'lardi, chorasizlikdan qiynalardi. Bugun esa davlatning o'zi ehtiyojmand oilalar, suyanchi yo'q keksalar va bemorlarning xonadoniga kirib boryapti, ularning holidan xabar olyapti. Oqibat va mehr-muruvvat kabi azaliy qadriyatlarimiz mana shunday ishlarda yangicha kuch bilan bo'y ko'rsatmoqda. Ayniqsa 2026-yilda bu xayrli ishlar mutlaqo yangi bosqichga chiqdi. Ilgari tasavvur ham qilib bo'lmaydigan ulkan mablag'lar xalq ichiga yo'naltirildi. Ramazon hayiti kunlarida qiynalgan oilalarga yordam sifatida davlat tomonidan 1 trilliondan ortiq, Qurbon hayiti arafasida esa yana 690 milliard so'm mablag' ajratildi. Oldin bayramlarda odamlarga mana shunday trillionlab beminnat yordam tarqatilganini kim ko'rgan, kim eslaydi? Hech qachon bo'lmagan bu. Yillab dard chekib, mablag'i yo'qligi tufayli shifoxonaga bora olmay yurgan minglab bemorlarimizga alohida e'tibor qaratildi. Davlat tomonidan ularning davolanishi, sog'lig'ini tiklashi va hatto eng murakkab jarrohlik amaliyotlarini bepul o'tkazish uchun yirik mablag'lar berildi. Qanchadan qancha og'ir bemorlar shifo topib, oyoqqa turib ketdi, oilalarga quvonch qaytdi. Bu O'zbekiston yetakchisining o'z xalqiga bo'lgan chin mehri va otalarcha g'amxo'rligidir. Bu savobli ishlar bugun ham davom etyapti. Eng ulug', eng aziz bayramimiz Mustaqillik kuni arafasida xayr-saxovat harakatlari qizg'in davom etmoqda. Prezidentimiz rahnamoligida mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan eng avvalo inson qadrini ulug'lash, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash, ehtiyojmand oilalarga manzilli ko'mak ko'rsatish, bolajonlarga quvonch ulashish hamda jamiyatda mehr-oqibat va saxovat muhitini yanada mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli xayriya tadbirlari amalga oshirilmoqda. Muhtaram Prezidentimizning oldimizga qo'yib bergan eng katta shiorlari bu yurtda insonning qadrini ulug'lash edi. Davlatimiz rahbari prezident bo'lganlaridan beri har doim, har soat, har daqiqada inson qadri haqida kuyunib gapiryaptilar. Shunday ekan, bir-birlarimizni qadrlashimiz kerak. Ayniqsa bayram kunlari, xursandchilik, shodlik kunlari mo'min banda o'ziga ravo ko'rganda boshqaga ham ravo ko'radi. Muhtaram Prezidentimiz Ramazon hayiti va Qurbon hayiti munosabati bilan 2 trillion miqdordagi mablag'ni yordamga muhtoj bo'lgan aholi qatlamiga hadya qildilar. Muhtaram Prezidentimiz Ramazon hayitida, Qurbon hayitida bir necha minglab farzandlari bemor bo'lib turgan oilalarning xonadoniga xursandchilik kirgizdilar. Juda ko'pchiliklarini jarrohlik amaliyotini o'tkazib berdilar. Hali ham davom etyapti. Qancha xonadonga xursandchilik kirib boryapti. Qancha bemorlar shifo uchun muhtaram prezidentimiz bergan mablag'dan foydalanyapti. Bundan ilhomlangan O'zbekiston musulmonlar idorasi vaqf fondi ham mana shu bemorlarning holidan xabar olib, ularga beg'araz yordam berish, ularning duosini olish maqsadida 500 ga yaqin mana shunday og'ir bemor bo'lib turgan fuqarolarimizga davolanishlik uchun mablag'idan yordam berdilar. Xalqimizning 35 yillik bayrami munosabati bilan 5000 ta xonadonda holidan xabar olindi. Ularga oziq-ovqat, kiyim-kechaklar, birinchi yordamga lozim bo'lgan ashyolardan tuhfalar, hadyalar qilindi. Natijada juda ham ko'p xonadon bu xursandchilikdan qalblari sururga to'ldi. Toshkentdagi nefrologiya bo'limida buyrak qurishning 5-bosqichi yotib dializ olasiz dedi. Baribir tushkunlikka tushib qoladi-da, men degan odam. Buyrakni almashtirsangiz agar yaxshi bo'lib ketasiz dedi. Ayniqsa yaqin insoningiz bo'lsa, chiday olmaydi ekan. Birdaniga qurib qolibdi dedi. Rosa og'ir bo'lar ekan bunaqa narsa. Ayniqsa yaqinlaringiz. Ilohim hech kimning boshiga tushmasin. Davlatimiz yordam berdi. Bir so'm pulsiz o'zlari operatsiya qilib, mana Xudoga shukr yaxshiman. Rahmat prezidentimizga shunchalik yordam qildi. Bizdan tashqari juda ham ko'p viloyatlardan biz bilan yotib operatsiya bo'ldi. Hammasi yaxshi. O'sha operatsiya chiqqancha ham ko'z yoshlar to'xtamadi. Ko'z yoshlar to'xtamadi. Hech kimga ravo ko'rmayman. Xudoga shukr, hozir xursandman. Yaxshi.
Allohga shukr deyman. Davlatimizga rahmat. ta'lim dargohiga qadam bosib kelayotgan 10 mingdan ziyod bo'lgan farzandlarimizga o'quv qurollari va mana shunday ashyolarni olib berildi. Har bir inson uchun baxt deganimizda uni o'zini turar joyi bo'lishligi, obod uyi bo'lishligini orzu qiladi. Uyga muhtoj bo'lgan, xonadonga muhtoj bo'lgan 28 ta yangi xonadon yurtdoshlarimizga ayni 35 yillik bayramga tuhfa qilib berildi va yana o'nlab xonadonlarni to'la kapital ta'mirdan chiqarib berildi. 35 yillikka 35 tuhfa ma'nosida har bir viloyatda, har bir tumanlarda sunnat to'ylari o'tkazib berildi. Bu qancha farzandlarimizni, qancha jajji go'daklarimizni qalblariga xursandchilik, surur kirishlikka sababchi bo'ldi. Gulbahor Toshkentboyeva Zangiota tumanining asl mahallasida umrguzaronlik qiladi. Uning boshidan ko'p tashvishlar o'tgan. Eri bedavo darddan vafot etgan. U shu paytgacha katalakdek bir xonada 2 nafar bolasi bilan kun emas, kunini ko'rib kelgan. U ham bugun uylilar safiga qo'shildi. Unga yangi uy qurib berildi. Bayram arafasidagi yo'qlovlardan qalbi yana shodliklarga to'ldi. Ota-onam ham o'tib ketganlar, akalarim orada o'tib ketishdi, 4 ta akalarim. Turmush o'rtog'im onkologический kasal bo'lib o'tib qoldilar. Ham ota, ham ona bo'lish juda qiyin ekan. Biz boshimdan qiyinchiliklar o'tib, yolg'iz ayol bo'lib qoldim. Sharoitim rosa og'ir edi-da. Bitta xonada o'tirardim. Noldan boshlab qurib berishdi, chiroyli qilib. Hamma sharoitlarim bor. Rosa yaxshi mazza qilib yashayapman 2 ta bolam bilan. Bizlarni yolg'izlatib qo'ymaganlar uchun otamizga, prezidentimizga kattakon rahmat shularga. Umrlari uzoq bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Gulbahor Toshkentboyeva yashaydigan mahallada boquvchisini yo'qotgan yana 9 nafar hamyurtimizga ham mehr va saxovat ko'rsatilyapti. Maktab boshlanyaptimi? Maktab kiyimlarigacha qilib berishyapti. Bizlar mahallada 74 ta nogironimiz bo'lsa, nogironimizning har bittasiga nima kerak olib berilyapti. E'tiborsiz qolayotgan oila yo'q. O'zbekistonda yashayotgandan shukronalik keltirishadi. Xursand bo'lib ketasizda ularni ko'rib. Inson qadri ulug'langan yurtda bekor yetilmayapti. Haqiqatan shunaqa jannatda yashayotganimizga, shukronalik kunlarimizga hammasiga prezidentimizga rahmat deyman. Jizzax viloyatining G'allorol tumanidagi Jiydali mahallasining Qirboshi hududida yashovchi 35 yoshga kirgan Oybarchin Otamurodovaning oilasi uchun ham mustaqilligimizning 35 yilligi bayrami qo'shaloq keldi. U ham endi 2 nafar voyaga yetmagan farzandi ehtiyojmand eri bilan yaxshilar tomonidan qurib berilgan yangi uyda yashaydigan bo'ldi. Bolalarim, jo'ralarini, dugonalarini chaqirishga uyalarida endi uyalmay yaxshi o'tkazadi. Rahmat prezidentim yana bir umr bolalarim bilan duo qilib o'taman. Masturaxon Hakimova Marg'ilon shahridagi Hoji Porsa mahallasining Baxtiyorlik ko'chasi 32-uyda istiqomat qiladi. 2 nafar farzandi bor. U ham dillarga xushnudlik ulashish yo'lida olib borilayotgan ezgu tashabbuslardan, amaliy sa'y-harakatlardan xursand. Mana hozir eshigimizdan mehmonlar kirib keldi. Menga juda hozir xursand bo'ldim. Prezidentimizga kattadan katta rahmatlar aytaman. Bundan men juda ham minnatdorman. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida tashkil etilgan xayr va saxovat tadbirida boquvchisini yo'qotgan hamda imkoniyati cheklangan 20 nafar o'g'il-qizga bayram va yangi o'quv yili tuhfasi sifatida barcha zarur o'quv qurollari hamda zamonaviy maktab formalari topshirildi. Jarqo'rg'on tumanida bir kun ichida ijtimoiy himoyaga muhtoj boquvchisini yo'qotgan 100 nafar hamyurtimizning holidan xabar olindi. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Bayram hammamizga qut baraka, rizq, sog'lik, yurtimiz tinch bo'lsin. Jarqo'rg'on tumanida 100 ta mana shu biz aytib o'tgandek xonadonga, ya'ni kam ta'minlangan, chin yetimi bor, nogiron bo'lgan va ulug' yoshdagi keksalarni bugun holidan xabar olyapmiz. Bu albatta O'zbekistonimizda insonning qadri ulug'ligining nishonlashining bir misoli desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta biz bu bayram oldi xonadonga kirganimizda bular xonadonlarida juda ham xursand bo'lishib, bu bayramni chin bayramni chinakam his qilishyapti. Albatta tinch, osoyishta xalqimiz yashashligining zamirida muhtaram yurtboshimiz turibdilar. Albatta u kishining sa'y-harakatlari bilan mana shu jamiyatimiz, yurtimizda tinch bo'lib, mana shunday bir mustaqillik bayramlarimiz juda bir katta kayfiyat bilan, juda bir xursandchilik bilan nishonlanyapti. Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanida ham ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar holidan xabar olinib, ularga ma'naviy va moddiy ko'mak ko'rsatilyapti. Mehr va xayr-saxovat tadbirlari doirasida ehtiyojmand oilalar farzandlariga yangi o'quv yili munosabati bilan maktab sumkalari, o'quv qurollari, kiyim-boshlar va ta'lim jarayoni uchun zarur bo'lgan jihozlar topshirilmoqda. Guliston shahrida ham 35 nafar jajji bolajonlarning sunnat to'yi tantanali nishonlandi.
to'ydek bo'ldi. Shirintoylarning ota-onalarining quvonchi olamga sig'maydi. Qo'shaloq bayram bo'lyapti. O'g'illarimizga xatna to'ylar qilib berishyapti. Prezidentimizga rahmat. Shunday bizga ko'rsatgan muruvvatlari uchun. Mustaqillik bayrami arafasida o'tkazilayotgan bunday xayr-saxovat tadbirlari nafaqat moddiy ko'mak, balki inson qalbiga mehr va ishonch bag'ishlaydigan ezgu amal sifatida ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xayriya ishlarini amalga oshirar ekanmiz. Albatta bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bu juda ko'p qilinayotgan har bir xayriyalar albatta muhtaram prezidentimizning tashabbuslari, ularning xayrixohliklari va ularni ajratgan mablag'lari evaziga amalga oshirildi. Va yana yurtdoshlarimiz juda ko'p o'sha homiylarimizni Vaqf fondi va O'zbekiston musulmonlari idorasini vosita qilib ajratgan xayriya mablag'lari hisobiga amalga oshirildi. Bu xayriya amalini bajarganlarga ulkan savoblarni Alloh nasib qilsin. Alloh xalqimizni har bir bayramda bir-birini holidan xabar oladigan, muhtojlarga yordam beradigan himmatli bo'lishligini nasib aylasin. Yurtimiz tinch, vatanimiz obod, mustaqilligimiz bundan da barqaror bo'lsin.